Millioner Robert Kiyosakining kitobidan bitta olgan zo'r insaydimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Robert harbiy akademiyada 17 km yugurish jazosini oladi. Uni kapitani Berg bilan birga yugurishga qaror qiladi. Yugurish paytida kapitan Berg Robert Kiyosakiga juda ham bitta ajoyib taklif beradi. Agar deydi, hozir rotaga qaytib, rotadagi bolalarni sen bilan yugurishga ko'ndirsang, har bir ko'ndirgan bolang uchun bitta krug kam yugurasan deydi. Tabiiyki Robert bu imkoniyatdan juda ham foydalangisi keladi va rotaga qaytib bolalarni ko'ndirishga urinib ko'radi. Robert bu imkoniyatdan foydalanib, bundan oson ish yo'q degan fikrda rotaga qaytadi. Hozir hammani oson ko'ndiraman, hamma men bilan yuguradi deb o'ylaydi. Birinchi Brekson degan bolani oldiga borib, hozir sen men bilan yugursang, seni u ishini qilib beraman, bu ishini qilib beraman deydi. Brekson yo'q, o'zim amallayman deb unga rad javobini beradi. Shu tariqa 3 ta bolaga shu taklifni bildiradi va ulardan ham rad javobini oladi. Shunda Robert noiloj yana yugurishga qaytibdi. Shunda kapitan Berg unga sen ular bilan savdolashishga harakat qilding. Sen ularni lider sifatida o'zingga ergashtirishing kerak edi debdi. Keyin Robertga yana bir bor urinib ko'rish imkoniyatini berdi. Shunda Robert ularni qanaqa ko'ndirish kerakligini rosa o'yladi. Robert Kiyosaki rotadagi bolalarni qanaqa qilib o'zi bilan yugurishga ajoyib tarzda ko'ndirgani haqida keyingi videoda davom etamiz.